Havola ham 40 gradus, ishtahadan dara yo'q. Ayni shunaqa vaqtda zo'r ketadigan ko'ksi haqida gaplashamiz. Buning uchun biz o'zini besh barmoq hamda kalla pochchalari bilan ko'pchilikning ko'nglidan joy olgan va yangilik qilishdan to'xtamaydigan Chashma restoraniga keldik. Albatta ko'ksi muzdagina aytisiz ketmaydi. Bu yoqda ko'ksining e'tiborli jihati buni padachasida qaranglar, buni kattaligini idishiga bo'lsa alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Sudagi go'shtlari ham yetarli. Eng asosiysi bu go'shtlarni qaynatib emas, qovurib qo'shishar ekan. Qaranglar buni xamirini sifatiga. Mazasi ham alohida mavzu. Yeb ko'rgan odam umuman afsuslanmaydi. Endi ishtaha yo'q payti nima yeymiz deb o'tirmaysizlar. Bu videoni kollektivga ham tashab qo'yinglar. To'g'ri ko'ksiga kelaverasizlar. Faqat menga o'xshab oppoq kiyinib kelmasanglar bo'ldi. Undan tashqari bu yoqda pigodi ham qilishayotgan ekan. To'g'risini aytsam birinchi marta yeb ko'rdim, lekin mazasi juda ham yoqdi. Ayniqsa 20 ming so'mga vashshi stoyid. Ana endi videoni kulminatsion tochkalariga yetib kelamiz. Sochnigina mantilar. Mantining narxi 8 ming so'm, faqat bitta shart. Bu mantini yeganingizdan keyin shu tamga kasal bo'lib qolishingiz mumkin. Xohlovchilar uchun shunaqa chuchvaralarni ham yo'lga qo'yib qo'yishibdi. Chuchvaraning porsiyasi 35 ming so'm. Ustidan smetanalarni quyib olib shunaqa vilka bilan yesanglar maza qilarasizlar. Bu bo'lsa o'tiradigan joyligi Manzil Yunusobod Betonka Turkiston restoranining oldida joylashgan. To'liq lokatsiya Telegram kanalimda bor.